Nima gap bolalar, короче, chatimga yozgan mana shu ikkitasini topib oldim-da, keyin o'yinga olib kirib ketdim. Mana ko'ryapsizlar, ush samolyotdan ketdi yerga portal. Короче, mana shu ikkitasini yozgan ekan, mana aka qarasanglar bo'ladi. Aytgan ekanmish shu Karlevskiy bitvada topirda oling degan ekan. Keyin o'zlarini ham qo'shib qo'ydim, lekin o'yinga ko'plar bot tushibdi-da. Shu haqqa odamlar bir ikkita bor, lekin ancha zerikarli bo'ldi tak. Hozir biz tushayotganimizda sportkar ko'ruvdik. Qani o'tiringlar, chitocholar, o'tiringlar. O'tir, ketamiz. O'tir, ketdik. Uchamiz odam. Uchib ketdi odam. Короче, ular bilan ishim yo'q, men ketdim, sportkarda olmasam nima? Kayf qil. Короче, ketdim, mashinaga o'tiringlar. Day, mana bu yerda yana bitta sportkar bor edi. O'shani mininglar sizlar, ko'pala mashina bo'lib yuramiz. Davay, o'tiringlar. Tepada yurakni to'ldiryapti bor-ku, men chiqa olmayman sportkarda. Mayli endi. Atak chiqayotmayman, mashinamni shu yerga qo'yaman-da, odam bilan chiqaman. Ketdik, tepaga yuringlar-da, tez. Kelinglar iltimos. Bola, like va obuna bo'linglar. To'g'ri, hozir ular meni eshitmayotgan bo'lishi mumkin, ammo o'yinda shunday gaplashganmiz. Shu uchun mehnatimizga like va obuna bo'ling. Bu montajga to'g'risi meni ancha vaqtim ketdi. Вообще qiyin montaj qilish. Endi 0 dan ko'taryapman. Like va obuna bo'linglar. Hali stream qilib Free Fire, Car Parking shunaqa o'yinlarda mazza qilib sovg'alar tarqataman. Chunki Car Parking o'ynaydiganlar bo'lsa, kommentariyaga Car Parking deb yozinglar-da. Xullas, menda mashinalar ko'p, pullar ko'p, hammasidan muammo yo'q. Taylab beraman hammasini bolalar. Eslicho. Tak, bo'lmasa ketdik mashinada, qayoqqa ketarkanmiz? Xo'sh, mana bu yerda oshnamiz so'rayaptiki, lutdan ko'tarsa bo'ladimi deb. Voy, mashinani ko'tarib yubordi-yu mana u. Ko'tarib bo'larmikin endi? Tak, qayerda odam bo'larkan deb adashib ko'tarsam, ko'tarma deb baqiradi. Hozir ko'ramiz-da dedimni, o'ldik. Keyin esa tepaga chiqsak, otishib yotgan ekan. Keyin yordam qilamiz dedik-da, nok odamni boydan meni mashinada qayta urdik. Keyin o'tir mashinaga dedik. Dabist qilgandan keyin mashinaga o'tirish kerak edi. Men hech qayoqqa qaramadim-da, atrofga qarab keyin shunday o'tirgandan keyin gazni bosdik. Avtogonliga ketdi. Turbo gazni qo'yamiz. Mana bu yerda odam bosib ketaman deb bosib keta olmaganman. Keyin esa mashinadan tushib lut qilamiz deganimda, ikkamandasi kelib qoldi, uni ham o'ldirib qo'ydim. Keyin ikkita pulemot ko'tarib olganimga necha bolalar. Keyin mana botlar hech zonada o'lib ketyapti dedimda, ular zonadan qidiraman degandim. Keyin mana shunday tepaga chiqib ketayotganimda pik tarafdan to'g'ri kelib qoldi. Keyin pik tarafga nima bo'lsa bo'lsin dedimda, mashinani sakratib yuborib pik tarafdagi zonaga ketdim. Короче, zonadan qidiraman deb. Keyinchalik zonadan qidiraman degandim, zonadan ham muncha topolmadim. Keyinchalik zonani shunday pik tarafdan aylanib bordim. Turbolarni ishlatdim. Umuman odam topolmadim. Oxiri hamma mashinaga o'tirib oldi-da, mashinada aylanib yurdik. Mana zonada qidirsam ham kilchatlarda botlar o'zidan o'zi o'lib ketyapti-da, tushunib bo'lmaydi. Keyin esa shunday mil tarafga chiqib kelayotganimda mana u taraf g'oyaga kelib qoldi-da. Mana shu yerda odam bordir deb chiqib kelsam, yo'q ekan. Yana turboni bosdim-da, ketaverdim. Shunday kilchatga qarasam, yana bitta bot o'ldi-da. Yashamayli ekanda, bir kill qilib bo'lmaydi dedim-da. Shunday komandalar oldiga ketayotganimda, shunday bittasi final boy deb qolsa bo'ladim. Bittagina odam qoldi-da. Final boydan keyin obunachimizga urib qo'ydi va
Shu bilan topib mana shartlarni ham bajardik. Yana qanaqa shartlar bo'lsin obunachilar kommentariyaga yozib qo'yinglar-da, keyin любой shartni qilaman. Hattoki streamerlar bilan ham o'ynashni qo'limdan kelgancha qilaman, chunki o'zida stream snayperman. Instagram kanalimda ko'p stream snayper qilganman. Addushi ko'rganingiz uchun rahmat.